Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun sizlar bilan inseminatsiya haqida gaplashamiz. Inseminatsiya nima degani, u kimlarga qilinishi kerak? Biz bu usulning samaradorligi bormi? Mana shu savollarga javob beramiz. Men aksher-ginekolog shifokor Rahimova va Feruza Nimajanova ginekologiya sohasiga kirib kelganimga 11 yil bo'ldi. Hozirgi kunda Havo klinik, ya'ni ayollar klinikasi, shaxsiy klinikamda faoliyat yuritaman. Demak, inseminatsiya haqida gaplashamiz. Inseminatsiya o'zi nima degani? Inseminatsiya bu inglizchadan olingan so'z, intrauterine insemination deyiladi va inseminatsiya kimlarga qilinadi? Bu nima degani? Demak, jarayonni oddiy qilib tushuntiraman. Siz tushunadigan tilda. Erkakning spermasi tayyor qilib olinadi. Maxsus bosqichlarga 3 ta etapda o'tkazib yuviladi, tozalanadi. Xuddi elekdan o'tkazgandek yoki mana suzmagandek qilib, sperma tarkibidagi yopishib qolgan, cho'kib qolgan, harakatsiz yoki yallig'lanish hujayralari hammasi pastga cho'kadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, va sentrifugada eng sifatli, tez harakat qiladigan sog'lom sperma hujayralari ajratib olinadi. Ajratib olinadi va ayolni bachadonni ichiga jo'natiladi. Bachadon ichiga jo'natilganda nima ahamiyati bor? Qanday shans ko'tariladi? Oddiy hozir avval jarayonni tushuntiraman, keyin uni farqini tushuntiraman. Demak, spermani olib, ayol bachadon ichiga yuborilganda, spermani yo'li qisqarib, qin faktori, ya'ni qanday yallig'lanish faktorlari, qanday ayolni o'zini pH muhiti bor. Bu muhitdan sperma chetlab o'tildi va bachadon bo'ynida shilliq tiqim bor. Bu yerdan kuchsiz, jonsiz yoki mana shunaqangi agglutinatsiya bo'lgan, qanaqadir birga yopishib qolgan, xullas kuchsiz hujayralar o'ta olmaydi. Va ana shu bachadon shillig'idan ham vrach kirib o'tkazamiz va bachadon ichiga jo'natdik. Endi eng aktiv spermalarni har taraflama masofasi ham qisqardi, o'lishga bo'lgan imkoniyati pasaydi, ya'ni o'lib qolishi mumkin edi qin muhitida, bachadon bo'yni muhitida va u ichkariga kirgandan keyin osongina trubalar orqali hujayralarni qo'llantira oladi va bu homilador bo'lish shansini juda ham oshiradi. Endi bu kimlarga o'zi mumkin degan savol tug'iladi. Lekin erkaklar, masalan, bu eng muhim spermasining holatiga qaraladi. O'zi bepushtlikni davolashda birinchi o'rinda erkakning spermasiga qaraladi. Agar sperma holati juda ham yomon bo'lsa, albatta bu tabiiy yo'l bilan yoki inseminatsiya yo'li bilan homilador bo'lish shansi juda ham qiyin. Agar erkakda shunchaki oligospermiya, ya'ni spermatozoidlar soni kamroq yoki bo'lmasam qanaqadir yengil darajada o'zgarish chiqqan bo'lsa, bu holatda inseminatsiyani tanlashimiz mumkin. Bu erkakning spermasi inseminatsiyaga mos keladi. Demak, erkak spermasini tayyorlab olganimizdan keyin ayol bachadoniga qo'yganimizda endi ayolda ham shartlar bo'lishi kerak. Ayolning trubalar birinchi o'rinda ochiq bo'lishi kerak. Va ovulyatsiya paytiga qarab qilinadigan protsedura bu. Aynan ovulyatsiya paytidan bir kun oldin, ovulyatsiya bo'lishidan biroz vaqt oldin qilinadi. Ovulyatsiyadan keyin qilinmaydi. Ovulyatsiya paytiga to'g'rilab qilinadi. Xullas, buni endi vrach o'zi stimulyatsiya qilib, follikullarni o'stirib, ayolni nazorat qilgandan keyin ko'rib turib qiladigan proses. Endi bachadonning ichiga sperma kirdi, trubalar ochiq, endi e'tibor ovulyatsiya bo'lgan oddiygina proses tabiiy jarayonda tuxum hujayra bilan o'g'il hujayra qo'shiladi. Ekoda nima farqi bor deb so'rashlari mumkin qizlarimiz ba'zida. Bu nima degani? Eko demak bu tanadan tashqaridagi jarayon. Erkak urug'i, ayol urug'i tashqarida, embrionlik ishtirokida urug'lantirildi. Va tayyor bo'lgan embrionlar keyin bachadonga qo'yildi va bu tabiiy jarayon, bu ham tabiiy jarayon, lekin bu yerda inseminatsiya yana ham bir tabiiy jarayon, bu yerda tabiat o'zi sodir qiladi. Buni inson aralashuvi bo'lmaydi, embrion qo'shilmaydi, embrionlik proses yo'q bu yerda. Bu yerda hamma narsa insonning ichida sodir bo'ladi. Xuddiki tabiiy homiladorlikdagi jarayon bo'ladi. Faqatgina biz sperma shansini, urug'lantirishga bo'lgan shansni oshirib beramiz. Kimlarga ko'rsatma bo'la oladi? Aytganimizdek, agarda besabab 1 yil, 1,5 yildan beri bepushtlik holati kuzatilyapti, homiladorlik bo'lmayapti ayolimizda, bularga qilishimiz mumkin. Erkakda ham, ayolda ham hech qanaqangi unaqa problema yo'q. Lekin nimagadir homiladorlik bo'lmayapti. Bularga inseminatsiya qilish mumkin. Keyingi holatimiz, patsientlarimiz aytganimizdek, erkakning spermasida biroz o'zgarish bor, lekin ayol sog'lom. Bularga ham inseminatsiya qilish mumkin. Va necha marta qilish mumkin degan savol tug'iladi. 3 ta 4 ta sikl davomida qilinadi. Va agarda 3 ta 4 ta sikl davomida inseminatsiyada homiladorlik kuzatilmasa, unda taktika o'zgartiriladi. Lekin ko'p holatlarda birinchi yo ikkinchi inseminatsiyada ayollarimizda homiladorlik kuzatiladi.
Yaqinda oxirgi marta mana kecha yaqinda olgan eng yaxshi xushxabarlarimizdan biri qizimizda вторичный бесплодие bo'lgan, ikkilamchi bepushtlik, ya'ni birinchi homilalari tug'ilganda nobud bo'lgan va undan keyin bir necha yil davomida homiladorlik kuzatilmagan va mana shu qizimizda ikkilamchi bepushtlik holati kuzatilgan va inseminatsiya muolajasidan keyin bularda musbat natija oldik va ular hozir alhamdulillah homilador bo'ldilar. Demoqchimanki, ularda ham lekin ko'rganingizda erida sperma holati yomon emas, ayolning holati yomon emas, tabiiy ovulyatsiya sodir bo'ladi, lekin nimagadir homiladorlik sodir bo'lmayapti. Bu idiopatik bepushtlik ham deyiladi, ya'ni sababsiz bepushtlik. Mana shu holatlarda ham inseminatsiya yaxshi yordam beradi. Qizlar savol beradi, inseminatsiyada egizak bo'lib qolishi mumkinmi? Bo'lib qolishi mumkin. Ko'pincha bu holat stimulyatsiya bilan inseminatsiya qilinganda ro'y beradi. Inseminatsiyani qilishimiz mumkin. Tabiiy ayolning o'zini folikulasi o'sib chiqib yorilganda ham qilinishi mumkin. Va ba'zida bo'ladi, qizlarimizga biz stimulyatsiya bilan o'tkazamiz, ya'ni folikulalarni o'stirib olamiz, ma'lum bir muddatga yetganda uni yoradigan dorilar bilan yorib olamiz, keyin inseminatsiyani o'tkazamiz. Bu holatda ko'pincha egizak bo'lish ehtimolligi baland bo'ladi. Inseminatsiyada natijalilikni nima kamaytiradi? To'g'ri tanlangan bemor bo'lmasa, inseminatsiyaning foydasi yo'q. Inseminatsiyada agar erkakning spermasida aytganimizdek yaxshi holat bo'lmasa, to'g'ri kelmaydigan holat, u ekoga ko'rsatma, lekin biz agar inseminatsiyada ushlab turadigan bo'lsak, masalan, aspermiya holatlari bor, terataz aspermiya holatlari bor, martez degan tekshiruvlar bor erkaklar spermogrammasida, Kruger morfologiyasi bor. Mana shu analizlar tahliliga qarab turib, bepushtlik o'zida taktika qiladi. Sizga faqat eko yoki XI amaliyotda yoki sizda inseminatsiyada bo'lishi mumkin, sizda tabiiy bo'lishi mumkin. Shunchaki bu narsani ilmiy allaqachon isbotlangan va buni erkak spermasini to'g'ri qilingan tahliliga qarab bilmasak bo'ladi. Agar to'g'ri tanlangan bemor bo'lsa, aytganimizdek inseminatsiyada juda ham yaxshi natijasi bo'ladi. Tabiiyki 40 yoshdan keyin ayollarda homilador bo'lish shansi kamayib boradi. Bu tabiiy jarayonda ham, ekoda ham, inseminatsiyada ham barcha jarayonlarda tabiiy ayolda homiladorlik bo'lish shansi kamayib boradi. Buni hisobga olish kerak va homiladorlikni iloji boricha 38 yoshgacha, 36-37 yoshgacha rejalashtirishni tavsiya qilaman. 40 yoshdan keyin har xil genetik kasalliklarga moyillik va eko bo'ladimi, qanaqa protsedura bo'lsa ham homilador bo'lish shansini juda ham pasaytirib boradigan yosh faktori, buni inkor qilib bo'lmaydigan holat. Genetik o'zgarishlar sekin-sekin ayollarimizda boshlanadi. Yana bir muhim narsa bor inseminatsiyada, qizlar, bu halollik. Tushunmagan holatda ba'zi qizlar o'zi tushunmaydi, ba'zi ularning erlari tushunmagan holatda boshqa insonlarning spermasidan foydalanish holatlari hayotda uchrab turadi. Bu eng yomon, eng noto'g'ri holat. Bu diniy tarafimizdan ham, bu biologik tarafdan ham, tibbiy tarafdan ham, har qanaqa tarafdan to'g'ri kelmaydigan protsess. Shaxsan o'zimga xuddi shunaqangi murojaatlar bo'lgan. Masalan, farzandsiz juftlik bir necha yildan beri farzandli bo'lisha olmayapti, lekin qanaqadir yaqin insonini, o'sha insonni erini, o'sha ayolni erini, akasini, ukasini, kimisinindirda spermasini ayolga quyib berishlarini iltimos qilgan holatlar bo'lgan. Lekin hech qachon bu narsaga yo'l qo'yib bo'lmaydi qizlar. Bunaqa narsani men hech qachon qilmayman. Bu narsa nima deydi? Har doim hamma narsa pulga borib taqalmaydi. Ayol yig'lashi mumkin, farzandli bo'lishni xohlayman. Erkak aytishi mumkin, menda sperma nol, men farzandli bo'lishni xohlayman. Lekin inson prosta taqdirga rozi bo'lishi kerak. Hamma narsani bunaqa nima deydi? Bu narsa bilasiz, Qur'onda ham keltirilgan. Biz kimlargadir o'g'il berdik, kimlardir qiz bilan, kimgadir ham o'g'il va qiz, kimlarnidir bepusht qilib yaratdik degan Allohning o'zining so'zi bor. Alloh taolo behikmat qilmaydi hech narsani qizlar. Shuning uchun ham men shunaqa o'tib ketaman, bunga o'qish bo'lish kerak emas. Men bu diniy tarafini gapirmoqchi emasman, lekin menga bo'layotgan bu murojaatlar yoki boshqa shifokorlarda xotinni ogohlantirmasdan donor spermasini ayolga quyib qo'yib homilador qilib, mana biz necha yilda bo'lmagan homiladorlikni qilib berdik deb boy ko'radigan shifokorlar ham bor. Mana shunaqangi holatlarga yo'l qo'yib qo'ymang. Siz o'ylashingiz mumkin, eringizga sperma topshirdi, erim 2 bo'ldi deb.
Albatta halollik bor joyda bu narsani amalga oshiring. Shunchaki bo'larkan, faqat shularda zo'r natija bo'larkan deb любой joyga borib ishonib qolmaydi demoqchiman. Bu DNK sizniki bo'lmaydi. Bu farzand sizniki bo'lmay qoladi. Ayolniki, конечно, ayolning bolasi bo'lib qoladi, lekin benikoh farzand bo'lib qoladi. Va bu narsaga dinimizda allaqachon taqiq qo'yilgan, bu narsa bo'yicha fatvo chiqarib bo'lingan va bu narsani o'zingizlar ich-ichingizdan bilasiz noto'g'riligini. Shuning uchun bunaqa narsalarga yo'l qo'yib qo'ymaydi. Donor spermasidan foydalanish, donor tuxum hujayrasi, ACD-dan foydalanish boshqa xalqlarda, millatlarda, davlatlarda bor, lekin musulmon xalqlarda bu narsaga ruxsat berilmaydi. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan, mohiyatini tushunmagan holda bu narsani amalga oshirayotgan shifokorlar va bemorlar ham hayotimizda bor. Bitta yomon tarafini hozir aytib o'tmoqchiman. Agar bu narsaga yo'l qo'yilsa, siz bilmaysizki, o'sha donor spermasi kimligini bilmaysiz. Bir kun kelib u insonlar turmush qurishi mumkin. Ular aka-uka bo'lib chiqishi ham mumkin, aka-singil bo'lib chiqishi mumkin. Har xil vaziyatlar hayotda uchrab turadi. Shuning uchun ham dinimizda hamma narsa behikmat emas, hamma narsa hikmat bilan bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga fikrimni tushuntira oldim. Bu mening subyektiv fikrlarim va buning ichida albatta ilmiy asoslangan fikrlar, diniy fikrlarni qo'shishga majbur bo'ldim, sababi shunaqa murojaatlar ko'payayotgani uchun. Naslingizni buzilishiga yo'l qo'ymang. Maksimal davolaning. Eko bilan hozir juda imkoniyatlar katta bo'lmayapti ekan deb arzon, oddiy deb yoki boshqanday yomon usullarni tanlab qo'ymaydi. Albatta ishonchli shifokor bilan, ishonchli gрамотный reproduktologlar bilan siz farzandli bo'la olasiz. Inshaalloh o'zingizni geningiz bilan, o'zingizni naslingizni davom ettira olasiz. Agar savollaringiz bo'lsa, video ostida yozib qoldiring. O'ylaymanki, fikrlarimni yetkaza oldim. Agarda yana ham soddaroq tushuntirishimni xohlasanglar, yana qanaqadir sizning savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Biz ularni o'qiymiz va shunga qarab shunaqangi video ma'lumotlarni tayyorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.